Assalomu alaykum do'stlar. Mana hozir bugun biz sizlarga 2024-yilda eng ko'p sotilgan, ko'pchilik mijozlarimizning orzusi bo'lgan o'zgacha uslub, o'zgacha dizayn bilan barchani e'tiborini o'ziga tortgan eng xaridorgir va eng arzon Farmlet 404 traktorimizni obzorini qilamiz. Farmlet 404 traktorimiz Italiyaning Sidif Group kompaniyasining dizaynerlari tomonidan tayyorlangan va Germaniyaning Deutsche Fahr kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Traktorimizning oldi faralari zamonaviy billet yoritish chiroqlari bilan jihozlangan bo'lib va bundan tashqari oldi orqa gabarit va pоворотник аварийный chiroqlar mavjud. Dvigatel quvvati 40 o't kuchidan iborat bo'lib, silindrlar soni 4 atmosferali dvigatelni tashkil qiladi. Transmissiya 4WD, uzatmalar qutisi sinxron mexanika. Uzatmalar soni esa 8+8 va bundan tashqari понижение, повышение va differensial harakatlanish qobiliyatiga ega. Sinxron mexanika transmissiya bilan jihozlangan. Traktorning to'la vazni 1779 kg tashkil qiladi. Old g'ildiraklar orasi 1258 mm, orqa g'ildiraklar orasi esa 1300 mm ni tashkil qiladi. Shinalarning diametri esa old tomon 8 ga 3 20 dyuymni, orqa tomon esa 12 ga 4 28 dyuymni tashkil qiladi. Traktorning gidravlik yuk ko'tarish qobiliyati 1000 kg ni, qishloq xo'jalik vomi esa 540 ming оборотda aylanma tezlikda harakatlantira oladi. Traktorning yoqilg'i baki 50 litr dizel yoqilg'isini o'z ichiga oladi. Panel priborlari keladigan bo'lsa, yarim elektronika, yarim mexanika tipdagi ko'rinishga ega. Uzatmalar ruchkasi esa traktorning panel priborining ostki qismida joylashgan bo'lib, bu haydovchiga boshqarish vaqtida qulaylik beradi.